Assalomu alaykum hammaga. O'sha ko'pchilik kutgan videoni olamiz endi Adam bilan. 2025 chiqayotgan o'sha Cobalt'larni ko'pchilik muhokama qilyapti bo'layotgan bo'lsangiz. Sizning fikringizni ham ko'pchilik kutib qoldi. Chunki oldindan siz Cobalt masalasini juda ham ko'p olib chiqqansiz. O'shaning uchun ko'pchilik o'sha Cobalt masalasi bo'yicha sizdan fikrlaringizni so'rashyapti. O'zingiz bitta qisqacha bildirib o'tib keting fikringizni. Avvalambor assalomu alaykum. Haqiqatan o'g'lim, bu muammolarni ko'p juda olib chiqqanman. Men shu Cobalt masalasi bo'yicha suvlarni chala yig'ilganini, stiklarni germetizatsiya qilinmagan joylarni ko'p Cobaltni muammosini olib chiqqanman. Sir emas, bilasizlar. Cobalt masalasi bo'yicha ham даже GM avtosan'ati bilan til topish olmay, ya'ni sudlashganmiz ham даже bitta detering xodimlari bilan birga sudga qatnashganmiz va ko'rgan bo'lsangiz o'sha paytda bitta mayda narsa uchun vahima qilib yuborishgan edi. Hozirgi kunda masalan hozir Otabek aka shunchalik ko'p narsani olib chiqqansiz, ko'p gapirgansiz Cobalt temasi bo'yicha. Sizning fikringiz Cobalt o'zgarish bormi, yo'qmi degan birinchi savol qo'yildi. Otabek aka ikkinchi savolim, hozirgi 2020 chiqayotgan vanusli motorni olishga tavsiya berasizmi yo'qmi? Uchinchi savol, midline olaymi yoki oddiy olaymi? Nima o'zgarishlari bor? Ya'ni bitta funksiyasi o'zgardi, bo'ldi, unga 4000, 5000 ko'proq to'lab olgan yaxshimi yoki o'zi oldingisini olsam-da o'zingiz qilib bersangiz menga bu yoqni degan savol ham qo'yilishyapti-da. Men qisqacha aytaman. Meni fikrim, avvalambor oddiysini olib turib, o'zim hamma narsani qilganim yaxshiroq. Konkret aytaman. Ya'ni olmaylar deb aytmayman. Yana ana lishni gap so'z boshlanmasin, chunki obro'sizlantiryapti yana 2025-Cobalt'imizda degan gaplar qilmaslik uchun men bitta narsa aytaman. Eng tinch varianti oldingi eski 22, 23, 24 yangilar bo'lsa, o'shani olib mingan yaxshi. Vanusli minuslari bor. Buni juda ustalar yaxshi biladi. Lekin nimaga jim o'tirishni bilmayman ekan. Bir paytlari Tracker birni rosa yomonlashgan. Vanus motor, Caprice bo'lmayapti, o'xshamayapti, Lacetti Cruze вообще bo'lmayapti, o'xshamayapti Vanus motor deb. Nimaga bugungi Cobalt'imiz Vanus olib chiqyapti? Nimaga 100 ta odamdan 8 ta soat qoyalar hammasi shartnomani atmay qo'yapti? Chunki Vanus motor. Oddiy ChatGPTga o'sha hozir chiqayotgan anaqa gap. ChatGPT nima deysan tilida. O'shanga yozsa, nima deb yozadi? Hozir aytaman senga. 1 daqiqa o'g'lim. Так. Сложная конструкция. Ребята deb qo'yibdi. Система Vanus довольно сложная, капризная. Men dashni o'qimay. Hozir yana boshlanadi. Дорогой ремонт. Men qisqacha aytdim. Hozir men dashni o'qiydigan bo'lsam, 100% aytaman, GM bu gal meni yana sudga beradi hozir. O'shaning uchun meni o'g'lim tushunding degan ma'noda aytolman. Albatta. Mana tushundinglar deb o'ylayman, chunki qisqacha men o'zimning fikrimni bildirdim. Ko'rdim aka, haqiqatan ko'rdim. O'sha 2025 chiqqan Cobalt'lar, lekin meni fikrim hali bunga ishlov ko'p berish kerak. Haligacha o'sha oldingi muammolari haligacha yechilgani yo'q. Shu Kartal Detering Studiyoning doimo bor narsani va haqiqat gapiradi bolalar. Doimo aloqada bo'laman. Albatta unutmanglar, mashina olmoqchimisizlar, bir oz telefon qilinglar va tavsiya maslahat so'ranglar. Telefon qilish pulli emas, maslahat pulli emas. Kartal doimo sizlarga zo'r maslahat va zo'r tavsiyani beradi bolalar. Aloqadaman shu.